Assalomu alaykum vatandoshlar. Bizni ijtimoiy tarmoq orqali kuzatib borayotgan obunachilar, sizlarga Makler Otabek jamoasi yaxshi taklif bilan chiqishda davom etamiz. Hozir turgan lokatsiyamiz Termiz shahar Ibn Sino ko'chasi. Sayrob milliy taomlar ro'parasida qurilgan 5 qavatli g'ishtli uylarning 5-qavatda umumiy maydoni 64,5 bo'lgan, ya'ni 64,5 metr kvadrat tashkil etayotgan 2 xonalik kirib yashashga tayyor bo'lgan kvartiramiz sotuvga chiqaryapmiz. Narxi video boshida aytib o'taman, 430 million so'm deb baholandi. Umumiy общий summasi krediti bor, yopib beriladi. Hozir sizlar bilan to'liq uyning ichki shart-sharoitlarini ko'rib chiqamiz. Hozir men turgan joy Perixoshka, ya'ni zal. Orqamdagi tashqi eshikdan kelib chapga qayriladigan bo'lsak, mehmonxonasi joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Uy holi to'liq jihozlangan. Pardalar qilingan, artel rusumda konditsionerlar qo'yilgan, to'liq gilamlar to'shalgan. Mana bu ko'rib turgan videodagi televizoringiz olib chiqib ketiladi, sovg'a bo'lgan ekan uygalarga. Uy holi bunday aytganda sveji saqlanib turibdi-da. O'sha quruvchi topshirgan holatda turibdi. Hech qanday qirilgan, chizilgan joyi yo'q. Mana shunaqangi uyda o'zining ishqibozlari bor-ku. O'shalarga tezda videoni jo'natib qo'ying. Tashqi eshikdan kelib o'ngga qayriladigan bo'lsak, spalni xonasi. Bu xonaga ham to'liq spalni mebellar terilib joylashtirib qo'yishibdi. Mana spalni mebel ham, bu garderob shkaflar ham barchasi qoladi. Narxiga arziydigan uy, eng muhimi. Tashqi eshikdan to'g'riga keladigan bo'lsak, sanuzeli joylashgan, sanuzullar alohida. Ko'rsating. To'liq oxirgacha kafillangan. Mana bu kir mashina olib chiqib ketiladi. Bu esa hojatxonasi, bu ham to'liq kafillangan, arslonlar qo'yilgan. Tashqi eshikdan kelib chapga qayriladigan bo'lsak, uy egalari sevimli bo'lgan oshxonasi joylashgan. To'liq kuxonli mebellar terilgan. Kuxonli mebellar barchasi akreldan yasatilgan. Mana bunaqangi uголок mebellar, muzlatgichlar barchasi qo'yilgan. Oshxonadan esa balkonga chiqadigan joy bor. Oshxonada joylashgan balkon. Jalyuzi pardalar to'liq qilingan. 5-qavatga suv qanday chiqadi degan savol har doim bizga tug'iladi. Mana ko'ryapsiz, suvdan aporin. Podvalda joyi bor, bochka qo'yilgan, nasos qo'yilgan, suvning chiqishida umuman muammo yo'q. Umumiy maydon 64,5 metr kvadratni tashkil etayotgan kvartiramiz narxi 430 million so'm deb baholandi. Bog'lanish uchun pastdagi nomerlar 99 kodi bilan 676 05 17 nomeriga bog'lanib, bemalol barcha savollaringizga javob olishingiz mumkin. Agar kreditini davom ettiraman, pulim yetmaydi deganlar uchun bankda 140 million so'm asosiy qarzi qolgan. Qolgan summani kelishib, bankda kreditni davom ettirib ketishingiz mumkin. Yana ham pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, barcha savollaringizga javob olishingiz mumkin. Salomat bo'ling.